Tavhid tushunchasi islom dinini ichida ham undan oldingi boshqa payg'ambarlar olib kelgan ta'limotlarda ham ko'p marotaba tushuntirilgan va eng ko'p e'tibor berilgan masalalardan biri. Tavhid masalasida uning aynan nimaligi haqida bugungi kunda ham islom olimlari va ummati ichida turli qarash va fikrlar bor. Tavhid tushunchasi avvalambor bu Alloh taoloning yagonaligi va Alloh taoloning aslida absolyut ma'noda hech bir zamon bilib bo'linmaydigan, tushunib bo'linmaydigan, anglab, ko'rib, his qilib bo'linmaydigan bir ta'rif yoki tavsif berilmaydigan, ya'ni sifat berilmaydigan, ism berilmaydigan oliy yaratguvchi zot. Mana shu yaratguvchi deganda yagona iloh, hamma narsaning yaratguvchisi, ilohlarning ilohi, roblarning robbi deyilganda biz mana shu zotni nazarda tutamiz. Demak, birinchi narsa ana shu absolyut, mutlaq, qodiri mutloq bo'lgan zotni biz hech bir shaklda bilmaymiz. Ko'ra olmaymiz, his qila olmaymiz, hatto uning ismini ham bilmaymiz. Bu birinchi navbatda hammamizni aqlimizni, xayolimizni bir joyga qo'yib, saqlab, muhofaza qilishimiz kerak bo'lgan tushuncha. Ana. Endi koinot degan bir nimada yashaymizda, muhitda. Xo'sh, Alloh taolo koinotni yaratdi, ammo koinot yaratilmasdan oldin nima bor edi? Allohdan boshqa hech narsa, hech kim yo'q edi. Ya'ni Alloh yo'qlikda edi. Koinot yaratilgandan keyin ana shu qodiri mutlaq koinotda o'zining turli manifestatsiyalari, ya'ni nurlarining jilvalari bilan mana shu koinotda zuhur qildi. Zotan koinot moddiy borliq, materiya, hatto nomoddiy borliq, kvantum olamining o'zi ham mana shu qodiri mutlaq zotning koinotning ichida, ya'ni material bo'lgan olamda zuhur qilishiga biz Allohu taolo deymiz. Alloh taolo demak 99 ta ismning zuhur qilgan, o'sha ismlarning, sifatlarning barchasining koinotda zuhur qilgan ism va sifatlarning mujassamligiga, bir butunligiga Alloh deymiz. Qodiri mutlaqdan keyin demak bilinmaydigan, butunlay bizni xayolimiz koinotimizdan tashqarida, koinotdan tashqarida, borliqdan tashqarida bo'lgan zot bu qodiri mutlaq. Koinotning ichida, yaratilishning ichida biz bilishimiz, his qilishimiz, sezishimiz mumkin bo'lgan zot bu Alloh taolo. Chunki Alloh taolo o'zining mana shu Rahmon, Rahim, G'affor, G'afur, Karim kabi sifatlari bilan namoyon bo'ladi. Demak, Alloh taolo mana shunday bir zot. Ana o'sha Alloh taolo endi yer yuzida ham zuhur qiladi. Biz yashab turgan planetada. Demak, borliqdan tashqarida bo'lgan, biz bilolmaydigan qodiri mutloq borliqning o'zida Alloh ismi bilan tajalli qiladi, zuhur qiladi, hukm qiladi va yer yuzida, yer planetasida esa payg'ambarlarga uflangan ruh sifatida namoyon bo'lgan holda hukmronlik qiladi. Hammasi
qodir mutlaqdan zuhur qilgan 3 bosqichdagi nurlarning zuhuri, qudratning zuhuri, quvvat va kuchning 3 qatlamdagi 3 xil zuhuri hisoblanadi. Mana shu sababli ham Alloh taolo Bibliyada, ya'ni eski ahdda aytadiki, marhamat qiladiki, men insonni o'zimning suratimda yaratganman deydi. Ya'ni inson yaratganning suratida yaratilgan, Xudoning suratida yaratilgan deydi. Vasallam marhamat qiladilarki, Alloh, ya'ni Rahmon insonni o'z suratida yaratdi deydi. Xo'p, endi bu surat nima? Bu surat ana shu qodiri mutlaqning koinotda Alloh ismlarining ostida tajalli qilgan kuchining, o'sha butun kuch, qudratning yer yuzida insonga ufurilishidir. Aynan Allohning surati deyilgan narsa ham qadimiy ahdda, ya'ni Tavrotda aytilgan Xudo insonni o'zining suratida yaratdi deyilishi va hadisi sharifda Rahmon insonni yoki odamni o'zining suratida yaratdi deyilishidagi o'sha surat so'zining ma'nosi ana o'sha Alloh taolodan ufurilgan ruhga aytiladi. U tashqi ko'rinish, badan nazarda tutilmaydi. Inson Alloh taoloning yoki Rahmon suratida yaratilgan bo'lsa, bu degani insonning ikkita qo'li bor, ikkita oyog'i bor, kallasi bor, demak mana shu surati bo'lsa, demak Alloh shu suratda degan ma'no aslo chiqmaydi. Bu yerdagi ma'no Alloh taolo material bo'lmagan, materiallikdan yuqori bo'lgan bir zot, u ruhoniy kuch va quvvatga ega bo'lgan shunaqa zot bo'lganligi sababli uning o'sha aytilgan surati aslida uning mana shu quvvatini tashkil qiluvchi ismlaridir. Ya'ni Al-Alim, hamma narsani biluvchi, Al-Hakim, hamma narsani donishmandlik, donolik bilan biluvchi va kelajakni biluvchi, o'tmishni biluvchi, Karim, hamma narsani beruvchi, ya'ni ochiq qo'l deyiladi o'zbek tilida. Yoki g'ani, yoki mug'anni, yoki musavvir deb ketaverasiz. Mana shu ismlar agar bir insonga uflansa, ana shu inson Rahmonning suratiga aylanadi. Ya'ni aksi, zuhuri, manifestatsiyasi bo'ladi. Ana o'sha odam endi yer yuzida Qodiri mutlaqning koinotda qanday Alloh sifatida, Alloh ismlari ostida manifestatsiya zuhur qiladigan bo'lsa, ana shu zaylda yer yuzida boyagi o'zi tanlagan payg'ambar, imom yoki podshoh yoki hokim shu insonga uflanganda ana o'sha inson Allohning yer yuzida yashab yurgan surati hisoblanadi. Ana o'sha sababli biz mutlaq, ya'ni ishonuvchilar, iymon keltirganlar mutlaq shaklda payg'ambarlarga, rasullarga, imomlarga Alloh taoloning o'zi tayinlagan mana shu hokim xalifalarga itoat talab qiladi, chunki ular Alloh taoloning suratlaridir. Yer yuzida bizning oramizda yashab yurgan jonli
Alloh taoloning ruhining suratidir deyiladi. Mana shu narsaga ishonish, ya'ni Qodir mutlaq Alloh taolo va yer yuzida Rahmonning suratiga itoat qilish va ishonish tavhid deyiladi. Tavhiddan tashqarida bo'lgan narsalar nima deyiladigan bo'lsa, u narsaga biz shirk deymiz. Shirk nima deyiladigan bo'lsa, mana shu Alloh taoloning butun men aytgan sifatlari, ismlari bor dedik. Mana shu ism va sifatlarning ziddi, zid tarafi shirk bo'ladi. O'sha narsalarga ishonish. Chunki u narsalar, masalan Alloh taolo eng mehribon, rahmdil, shafqatli zot bo'lsa, uning qarshi tarafi insonlarga zulm qiluvchi, adolatsizlik qiluvchi degan bir zid tushuncha bor. Demak, mana shu Alloh taoloning butun ism va sifatlari insonda bir uning surati shaklda zuhur qiladigan bo'lsa, Alloh taoloning ismlariga zid qarshi bo'lgan tushunchalar iblisda zuhur qiladi. Demak, bir tarafda asl tavhid, ikkinchi tarafda uning ziddi bo'lgan qalbaki soxta bir yo'nalish, ishonch. Bugungi kunda dunyoga qaraydigan bo'lsak, zotan nafaqat bugungi kun, balki dunyo bo'lgandan beri mana shu shirk va tavhid orasidagi urush har doim bo'lib kelgan va bundan keyin ham davom etib ketadi. Nimaga deyilganda, koinot yaratilganda, masalan, yer yuzidagi hayot, insonlar, masalan, Odam alayhissalom yaratilganda, Alloh taolo uni xalifa e'lon qiladi ki o'rinbosar e'lon qiladi. Bu yerda ikki qarash bor. Ba'zilar aytadi, u Alloh taoloning yerdagi o'rinbosari edi deydi. Bu ham to'g'ri qarash. Ikkinchi qarash bor, u iblisga o'rinbosar edi deydi. Bu ham to'g'ri qarash, chunki iblis aslida yer yuzida hukmron bo'lgan maxluq. Alloh taolodan u ruxsat so'raydi. Menga ruxsat ber qiyomatgacha, men bu insoniyatni yo'ldan ozdiraman deyilganda, iblis aslida o'zi hukmronlik qilayotgan podshohligini davom ettirishga ruxsat so'raydi. Alloh taolo xohlasang ruxsat senga bor deb ruxsat beradi. Ya'ni bu yerda mana shu yer yuzida hukmronlik uchun tavhid bilan kelgan Allohning o'zi saylagan vakili bor va taxtdan yiqitilgan, lekin taxtni berishga qiynalayotgan, taxtni bermaslik ustida qat'iy turgan va Odam alayhissalomga zarar yetkazishga harakat qilayotgan bir podshoh bor yerda. U ham bo'lsa iblis. Demak, bugungi kunda siyosat, iqtisod, boshqa sohalarda, sotsial hayotimizda bo'layotgan sohalari hammasi asosan mana shu iblisning hukmronligi ostida. Chunki u haligacha hukmronligi bergan yo'q. Lekin Odam alayhissalomning farzandlari mana shu hukmronlikni yo'qotish uchun insoniyatga biz tushuntirayotgan ta'limotlar orqali haq nima, botil nima, tavhid nima, shirk nima, yer yuzida siyosat qanday ro'y beryapti, buning aslida mohiyati nima va siyosiy hodisalarning parda orqasidagi ma'nolari nima degan savollarga biz mana shu yo'l bilan javob beramiz. Bugungi kundagi Amerika, masalan, agar dunyodagi eng yuqori, eng qudratli kuch bo'ladigan bo'lsa, o'sha kuchning orqasida biz ko'rmaydigan, bilmaydigan, parda ortida turgan yovuz kuchlar ana shu iblis degan maxluqning yo'l yo'rig'i bilan
ishlarni amalga oshirayotgan kuchlar hisoblanadi. Va ular dunyodagi butun banklarning, butun tashkilotlarning, yirik kompaniyalarning hissadorlari hisoblanadi. Ularning ismini siz hech qachon ro'yxatlarda, rasmiy nimalarda, ro'yxatlarda ko'rmaysiz. Ammo ular orqada turib o'zlarining mana shu planini, ya'ni iblisning yer yuzidagi hokimligini, hukmronligini imkon qadar uzoqroq davom ettirish uchun jon jahdi bilan bugun butun yer yuzida o'zining hukmronligini o'rnatib, har bir davlatni, hamma xalqlarni, har bir xalqni, har bir insonni o'zining tushunchasi va g'oyalariga chaqirib, ana o'sha bilan kishamband qilib, insoniyatni mutlaq qullikka, iqtisodiy qullikka, sotsial buzuqlikka va insonlarni ma'naviyatdan, ruhoniyatdan butunlay uzoqlashtirib, u narsalarni esdan chiqarishga harakat qilayotgan bir kuch turibdi. Ana o'sha kuch bugun boshqa davlatlarga bostiryapti. Boshqa davlatlarning kuch-qudratini o'ziga olib, o'zining yo'lini ochish va butun yer planetasida to'liq hukmronlik o'rnatishga harakat qilyaptiki, ularning plani bo'yicha yer yuzida biron bir joy, biron bir xalq qolmasinki, ularning barchasi to'liq shaklda ularning boshqaruvi ostiga o'tsin. Mana shu dajjoliy bir sistema deyiladi. Butun dunyoda bo'layotgan va bo'lgan, hozirgi kunda bo'layotgan va bundan bo'layotgan siyosiy o'yinlarda biz tushunishimiz kelgan lozim bo'lgan shunday bir narsa borki, bu narsalarga hech bir zamon reallik deb qaramanglar. Agar mana shu hozirgi hodisa Trump unaqa dedi, u bu joyga bomba tashadi, u mana bunaqa ish qildi degan narsalarda masalan o'ta ehtiyotkor bo'lish kerak. Chunki ana o'sha siz aytayotgan narsalar bular faqatgina teatr va sahna hisoblanadi. Bular faqatgina aktyorlar. Ya'ni bularning nima deyotganligi, nimalari bir-biri bilan nima qilishayotganligini ahamiyati yo'q. Bular sahnada faqatgina insoniyatning aqlini chalg'itish uchun, to'g'ri nimalar bo'layapti va nimaga qarab ketayotganligini yashirish uchun yolg'on va aldovlar bilan olib borilayotgan bir sahna turibdi ko'z oldingizda. Siz ularni to'liq shaklda planlarning qay shaklda amalga oshirayotganini va bundan keyin qanaqa planlari borligini va u planlar qay shaklda kelajakda amalga oshirilishini ham hammasini bilsangiz bo'ladi. Ammo o'sha narsalarning barchasi aslida teatralniy sahna sifatida ko'rsatilayotgan, biz televideniyada, internetda ko'rayotgan narsalardan butunlay farqli. Siz ko'rib yashayotgan narsa, eshitayotgan bir vitse-prezidenti unaqa dedi, prezidenti bunaqa dedi, unisi bunaqa dedi degan narsalari hammasi faqatgina yolg'on, yashiq va haqiqatni yashirishdan iborat bo'lgan narsalar hisoblanadi. Shuning uchun bu narsalar barchasiga biz matritsa deymiz. Ya'ni butun bu dunyo yolg'on va soxta narsalar ustiga qurilgan va shu zaylda insoniyat uxlatilmoqda.